Ronaldo bilan Messini Zapalni ko'rsataman. 3 ta bolani mahrga olgan Vini Junior. Xullas, telefonga yaqinroq keling yoki ko'rpantagiga kirib oling. Hozirgi video aniq sizni hayron va vayron qilishi aniq. Agar kanalimizni kuzatib bormasangiz, bizni yana ko'rish ehtimolingiz juda kam. Lekin obuna bo'lgan bo'lsangiz tabriklaymiz. Bu yog'iga har kuni yangi bilimlarga ega bo'lasiz. Realning arzandasi Vini Junior braziliyalik teleboshlovchi Virginia Fonseca bilan ishqiy munosabatlarda ekanini ommaga oshkor qildi. Chem o'zbekchasiga mahalla boshidagi xotinlarga aytdi. Vinidan 1 yosh katta bo'lgan bu kennayishga Vinini uyiga sarpa ko'rpa to'shak bilan emas, birato'la hat-trick bilan, ya'ni 3 ta bola bilan keladigan bo'ldi. Da Fonseca'ni oldingi bishisi Braziliya qo'shiqchisi Zi Filipedan 3 ta farzandi bor edi. Vini ham ko'rdim demay bosvora qoldi. Zato endi harakatlarni futbolga ishlatadi. Bola bonusda. Bu futbolchilarga tushunmaysan-da, bittasi qizi bilan ham, onasi bilan ham sevishib qo'yaveradi. O'zini sevgilisiga ota bo'oladi bir qarasang. Yana boshqasi xolas tengi bilan gaplashadi. Nimadan bo'lsa shu? Yo pul ko'pligidanmikan? Xullas, shunaqa gaplar kommentariyada keyingi mavzuni yozib keting. Agar shu video 20 mingta like to'plasa, Ronaldo bilan Messini Zapalni ko'rsataman. Video kodi 1069.